Okey, assalomu alaykum kitobchilar. Yaxshimisizlar? Akalar. Hop, bugun ko'pchilik odam menga yozyapti va o'sha do'konga kelgan odamlar ko'pchilik so'rayapti, kitob o'qisam bo'ladimi? Qanaqa janrda kitob o'qisam menga yaxshiroq foyda beradi deyapti. Qarang, men bitta o'zimning eksperiensimdan kelib chiqib masalaga javob bermoqchiman. Londa qilib foyda beradi. U aynan bitta janrda kitob o'qiysan va shu senga foyda beradi degan akalarni просто chekka surib qo'yinglar. Liboy mana kitobmi bo'ldi. Albatta salbiy bo'lishi mumkin emas. Ya'ni oddiy kitobmi sizga o'qiyaptim, o'qing bo'ldi, foyda beradi. U 10 ta kitob o'qi, aqlli bo'lib ketasan. Hayoting o'tkazib aytdim, hayoting 180 gradusga o'zgaradi, zo'r bo'lasan deydi. No. Bunaqa narsa yo'q. Kitob o'qib yurasiz, keyin rezultatni sekin-sekin ko'rasiz. U sras ko'rmaysiz. Xuddi bitta tilni o'rganish singari bu ham. Unga vaqt talab qiladi. Kitobni free time'da o'qilmaydi hech qachon. Unga alohida time ajratiladi. O'shaning uchun akalar kitob o'qinglar. Masalan, qanaqa foydasi bor? Odamga asosiy narsasi fikringizni bir joyga yig'a olasizlar. Mana bu fokus diqqatni bir joyga yig'a olasizlar. Odamlar bilan gaplashayotganda hech qanaqasiga yer chizmaysizlar. Ko'cha temada aytganda, yer chizmasdan tiks gapirasizlar. Har bitta odam bilan suhbat bo'lganda, intervyularda qanaqadir. Keyin anaqa har 2-3 ta gapinada kulgili qilib, haligi orasiga hazillarni tiqib ketsa bo'ladi. Ana kim Mirshakar bor-ku, Mirshakar, Elnur Xalqnazarov o'sha har gapida hazil bilan tiqib ketadi, lekin zo'r gapiradi. O'sha insonlarga o'xshab ketasizlar sekin-sekin kitob o'qisanglar. Va men sizlarga yana bitta gap aytmoqchiman. Bu qadama-qadam bo'ladi. Hech qachon men 20 ta kitob o'qiysan, sen o'ta dahshatib ketasan deydigan odamlarni qochinglar, iltimos. Bu xuddi tilni singari progress sekin-sekin bo'ladi. Shu narsani men aytmoqchi edim. Katta rahmat sizlarga. Charchamanglar.